Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, chorvador aka-ukalar. Chorvaga qiziqadigan aka-ukalarim. Andijon Shahrixon Oldanbemol bozoridan sizlar uchun sigirlar qatoridan video syomka qilyapman aka-ukalar. Hafta kuniga seshanba 18-noyabr bo'ldi. Mana shu sigirlarimizdagi ma'lumotlarni sizlardan birgalikda bilib o'tamiz. Bu qator ko'rib olgan orqa taraflaridan sutdor katta sigirlar hammasi. Yolg'iz bolalar yo'g'idan. Aka buni bolasi yo'q-a? Suti bormi? Suti bor, 20 tadan suti. Qancha? 20 tadan suti. 20 tadan suti bor. Bo'g'ozigacha? Yo'q, yangi tuqqan. Yangi tuqqan. Narxi nechi pul aka? Ha? 45 deyapti. 45 million so'm kam bor. Bozor nechi pul beryapti aka? Hali mana qanaqa. Nechta uchovganmi? Maylidan. Ko'ringlar akalar. Bolasi nechi pul? Bir xilmi? Bir xil ekan. 45 million so'mdan kam bor ekan. Ko'ringlar. Shahrixondan sizlar uchun sigirlar qatoridan qo'ldan kelgan syomka bo'ladi. Ko'ringlarchi. Katta sigirlarda ko'p sut beradigan sigirlarga qiziqadigan akalar ko'p. Shuning uchun shularni sizlarga e'tiboringizga havola qilib ko'rsatib beraman. Bu yerda shved sigirda savdosi juda qiziqyapti hurmatli aka-ukalar. Mana shu shvedda hozirlarga lekin ma'lumotini bilamiz. Necha ish tug'ish ekan akalar bu sigirda? Ha? 3 tug'ish ekan. Bolachasi bormi edi? Bo'g'oz aka 10 kun tug'ar ekan, sizdan bitta videoga oldi. Ha. 10 kun tug'adigan bo'g'oz katta, bo'y baslari ham 1,5 metr kelaveradigan shved sigir ekan. Nima bo'ldi akalar, sotildimi bu? Yo'q, Mana xolos. Juda go'zal sigir ekan mana. Aka nechi pul bordi? Savdosi? Yo'q, bilmayman men. Mana shu sigirimiz 63 million so'mga sotilmayapti ekan akalar. Mana 63 million so'mga mana sigirimiz sotilmayapti ekan mana. Bozor juda tiqan, shuning uchun bu yerdan video syomka qilishni o'zi ham oson bo'lmayapti. 63 million so'mga mana sigirimiz mana sotilmay turibdi ekan. Bir hafta 10 kunda tug'adi deyapti. Katta sigir ekan. Bozorda ikkita bolalik ona bolalar chiqibdi, ko'ringlarchi. 35 litr suti bor ekan mana shu molimizda. Hisobsiz uni 35 litr suti bor. Katta sigir ekan. Ko'ryapsizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Ikkita bu qachonmi kelasi bolasi ham? Novvosmi kela bolasi ham? Kela bolasi ham novvos ekan mana, ko'ringlar. Mollarning o'zi ham gap bo'lishi mumkin emas, chiroyli mollar ekan mana. Hammasi gibrid mollar mana. Gibrid mollar mana. Ko'ringlarchi. Nech pul deyapsiz buni, Sheribek? 85 million so'm kami bor ekan narxi. Bozor nech pul berdi aka bunga? 75 pul. 75 million so'm bozor pul beribdi mana. 85-75. Lekin sigir ekanda. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlar ekanda bu. Davom etamiz aka-ukalar. Mana navbatdagi ona bola aka-ukalar. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Bolasi bu qacha akalar? Bolasini yaxshilab ko'rsatayim, bolasiga gap yo'q. Bolasi zo'r qacha mana. Sigirning holati ham kelishgan, yo'g'on sigir, gibrid bo'lsa kerak endi bu. Mana. Mana molni holati. Ona bolalar qatoridan. Ona bolalar qatoridan sizlar uchun qo'ldan kelgancha olib beramiz. Aka, narxi nechi pul buni? 60 million kam. Bozor nechi pul edi? 50 gacha savdo. 50 million so'mgacha. Suti nechta buni? Suti aka 15 ta. Suti 15. Nechinchi bolasi bo'ldi shunda? Yaxshi ikkinchisi. Bo'g'ozmasmi o'zi? 1 oylik. Yaxshi ikkinchisi. Yaxshi akalar. Aka, telefon raqam qoldiramizmi bozorga? 91lik. Hop. 328 Aha. 9078. 9078. Gap yo'q. Aka, rahmat. Mana ko'ringlar. Xo'p, mana bozorda realniy 5-bolasi bo'lgan molni ko'rsatyapman. Bolasi bu aka? Bolasi ham katta bo'lib qolibdi, mana novvoscha. Ko'ringlarchi. Buqacha bo'lib qolibdi, o'z bolasi ham. Bolasini o'zi ham hozir 20 million atrofida bo'lsa kerak. Aka, bolasini o'zini pul qilishmadimi? Nechta suti bor?
18 ta suti bor shved. Qisqa lo'nda dangal ma'lumotlarni olib beraman. 5-chi bolasimi, 4-chi bolasi dedimi? 5 oylik o'zi ham bo'g'oz ekan. Yonida ham, qonida ham bolasi bor degandan ekan. Mana ko'ringlarchi. Zo'r. Narxi 80 million kam bor. Telefon raqamlari ayting. 93lik. 293 0033. Shu raqamga aloqa chiqasizlar aka-ukalar. Mana. Sigir, ya ma'qul kelgan bo'lsa aloqa chiqib sotib olishingiz mumkin mana. Mana navbatda ko'p sut beradigan katta sigirlardan ko'rsataman, hurmatli aka-ukalar. Ko'ringlarchi mana. Sekin yoritib beraveraman. Aka buni nechta tuqqanmi bu? Suti nechta? 25 ta. 25 ta suti bor. Narigisini-chi? Bu ham mana narigisi bo'g'oz 6 oylik. Narigisi 6 oylik bo'g'oz. Hozir orqalaridan bitta aylantirib ko'rsataman. 25 tadan ikkalasining suti bor ekan, mana 25 tadan ikkalasining suti bor. Bunisi 6 oylik bo'g'oz ekan. Bunisi 6 oylik bo'g'oz ekan, bularning 25 tadan suti bor ekan. Mana. Sekin narxlarni ham bilib yoritib beraveramiz. Aka buni pullari necha puldan bular? 45 dan aka. Hammasi qo'y suyug'i? Qo'y suyug'i 45 million so'mdan narxi bor ekan. Bozor pul bermadimi aka? Yo'q, endi kirdik. Ko'ravering aka. Manzil qayerda? Asaka. Bitta nomer ayting aka. Yo'q, sotib beramiz hozir. Yo'q, sotib beramiz, xudo xolasa. Mana sigirlar. O'sha yerda ham rossiyskiy parodan zo'ri chiqibdi akalar, bitta ko'rib, havasga ko'rib qo'yiladi mana shu molda ham. Toni ham, holati ham juda bir cho'milib chiqqan molga o'xshaydi, oppoq. Bir dona gardi yo'q, chiroyli mol ekan. Shuna qilib olib chiqqan odamni o'ziga ham rahmat olaman. Sizlardanmi aka? Cho'miltirib olib chiqqanga o'xshaydi molda. Yelinlarni ham ko'rsataymi? Sutlar oqib turib, 4 ta yilning 4 joyida degandan mashq bo'lsa kerak. O'ta sutdor, yaxshi sigir ekan. Ko'rinishidan yoshga o'xshaydi bu. Mana shu sigirimiz aka-ukalar sotilibdi mana 57 million 500 ming so'mga. Bolachasi ham bor ekan. Bolachasi ham bor. Akalarim sodiq turibdi shuning uchun. Dadir, to'liq ma'lumotlarni xalaqit bergim kelmadi. 57,5 million so'mga mana shu molimiz ham sotilibdi. Kim olgan bo'lsa ham lekin maza qilib juda chiroyli sigir ekan. Mana. Bolasi ehtimol urg'ochi, ehtimol novvoscha, lekin juda go'zal sigir ekan. Kim olgan bo'lsa ham muborak bo'lsin, chiroyli sigir olibdi. Sizlar ham 25 tani pasida bermasa kerak bu mol. Rossiyskiy paroda sigirlari yaxshilaridan ekan. Qo'ldan kelgancha syomka qilib berdim aka-ukalar, xato kamchiliklar rozi bo'lasizlar. Bizni kuzatishda, obuna olishda davom etinglar.